Assalomu alaykum, O'zbegim uylarining obunachilari, Baxtiyorbek Soliyev kuzatuvchilari. Men xabaringlar bor, Baxtiyor akamning shogirdiman. Baxti uylarim bor kanalining admini bo'laman. Sizlarga navbatdagi arzonga uy chiqib qoluvdi, tez yaqinlar bilan ulashkim keldi. Bu joy qayerda desanglar, Nazarbek tekstilniy, Toshkent viloyati Zangeta tumaniga qarashli bo'lgan Nazarbek tekstilniy degan joyda 3 sotuv hovlini 1,5 sotuvga arzimagan pulga berib yuborlar ekan. Past egasi nomerini qoldiraman, bilasizlar, biz egasini to'g'ridan-to'g'ri sizlar bilan ro'para qilib yuboramiz. Zo'r taklif bo'lgani uchun sizlar bilan ulashkim keldi. Qaranglar, mana bu kirib kelishimiz 3 sotuv hovli bo'lgan, 1,5 sotuv yarmini sotaman deyaptilar, arzimagan pulga berar ekanlar. Balkim ko'ngilni topsangiz, balkim variantga ham berib yuborarlar, balkim yarim narxiga berib yuborarlar. Uyi narxini qarang, yashab turishga 3 xona uyi ham bor. Mana bu hovlisi hisoblanadi. Xohlasangiz orqasi ko'cha, xohlasangiz bu yerdan devor o'rab, orqadan eshik ochib olsangiz ham bo'ladigan variant. Zo'r variant. Kichkinagina, kompaktni, pulim kam deydiganlarga zo'r variant ekan. Uy ichini bitta ko'rsatib beramiz, yuring. Operator. Mana kiraverishimiz 3 ta xona uyi bor. Kiraverishingizda mana o'ng qo'lingizda bitta xona. Bu yoqda uyni ko'rsatamiz, sal asfalt qilib qo'yilgan. Bu yoqda bitta xonamiz bor ekan. Bu yerda hozir kvartira turgani uchun uy xonaning ichini olmadim. Bu yoqda yana bitta xonamiz bor. Bu yerda remont qilib qo'yilgan, ataplenalari, gaz suv svetlari bor. Mana bitta ko'rsatib yuboramiz. Mana ataplenalar qilib qo'yilgan, akfaromli qo'yib qo'yilgan, kirib yashasa bo'ladigan holatda narxini $20 ming deyaptilar, yana kelishtirib berar ekanlar. Tez telefon qilib $20 ming ga hozir juda unaqa muammo, lekin unaqa narxlar. Tez pastki nomerga aloqaga chiqasiz, egasi bilan bog'lansangiz bo'ladi. Kim uyini olmoqchi, kim sotmoqchi, tepadagi nomerga aloqaga chiqasiz, kanallarimizga obuna bo'lib, like'lardan bosib olsiz, esdan chiqmasin. Baxtli uylarim bor kanali, O'zbegim uylari kanalini adminimiz. Tez aloqaga chiqib olib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.